Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşləri. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərdə qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görürmənlərimiz, bugün güzel İstanbul'umuzdaki məlum yerindəydi. Bu yerdən sizlərə otluq salam yollayatımız. Həmənlər məlum bolğandək 13-cü iyuldan başlap Dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşununki 11-ci növbətlikə şundaqla Şərq Türkistan Milli Şurasınınki 2-ci qatımlığı davam qılıbatqan yığın meydanıdan sizlərə salam yollayatımız. Əlbəttə bu yığınğa tününkü söhbətlərdə deginimdək nurgulluğan dünyanın hər qaysı yerlərdən 18-dən köprək dövlətdən alimlərimiz Türkiyə başlı buluş bilan birgə ilim adamlarımız, siyasetçilerimiz, milletin aldığı ketib atqan şundaq şəxsiyyətlər kelib xalqımızdınki Şərq Türkistanımızın kəlgüsü üçün güzel bir planlar, başqa duruşlar buluvatıdı, söhbətlər buluvatıdı. Nəhayət qimmatli fikirlər oturuq taşınıvatıdı. Biz şu fürsətdən faydalanıb hər daim İstanbulumuzda bulanmayıb atqan dünyanın hər qaysı yerlərdən gələn liderlərimiz, siyasetçilerimiz bilan alimlerimiz bilan birgə şu fürsət yığın cəryanında ularning ilmidən faydalanış üçün söhbətlərə təklif qılıb kelyapmiz. Bugün ham qimmatli bir mehmonimiz var. Biz ilgir bir qatım İstiqlal ekranımızda, studiyada təklif qılıb bu yerdə nəhayət qimmatli məlumatlarını verən ustaz bugün bu yığınğa gəldi. Şunun üçün ilmidən faydalanış üçün mühim bir temada toxtalımız inşallah bugün. Mehmenim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medisina Fakültesi Ammevi Sağlamlık Bölümü Okutkucusu Doktor Nametcan Mehmet efendim buldu. Köptün köp rahmet etimiz aldı bilen kıymetli vaktini çıkarıp ziyaretimizi kabul kılgalığınız için rahmet. Sizlerge rahmet. Sizlerge bizni bütün dünyanın her qaysı yaşayotgan qarindoshlarimiz bilan yüzdür kurashishga vesile olasizlar. Allah sizlerden razı olsun. Rahmet, Allah razı olsun. Qadirlik görürmələrimiz biz əlbəttə bugünkü baş temimiz bugün hayatımızga, insaniyet hayatına nurgulluğan kolaylıqlarını, asançılıqlarını əp kelib atqan texnologiya bulub qolumuzga yanfından ibaret bu nəsə məyli internet, kiçik laptop nimələr bolsun. Ən axırda dadır haqqında kiçik balama oynaydigan dərəcəyə düşüb ketken bu texnologiyanınki bulunmuş yanfınınki qandaq paydasından başqa yana biz bilmeydiğen qandaq ziyni var. Bu haqlarda toxtalımız. Bunu qandaq doğru bir şekilde işletişinin yolları, bunun ziyalları qaysı, onun ziyallardan qandaq saqlanımız degan temalar toxtalımız. Malum əmdə biz aldı bilan nemede programımızın temasına kirişdən burun siz qeyrindaşlıq uçuruş programımızga bilişimci tuncu qatım qatnaşdınız. Bu yerdə neçə gündür mən yığında qatnaşıb kelyapsam. Bu yerdən ağan təsiratınızdan aldım biraz. Şunu sözləb bolğandan keyin anda proqramdan temasına kirsək. Buldu rəhmət. Siz deyəndək mənim tuncu qatım qatnaşışım. Həm də hazırki vəziyyətdə dünyanın hər qaysı tərəfdəki bizning Şərqi Türkistanlıq qarindaşımızdaki oyun zamanı gerçi bek keçib olğan bolsunmu, vaqağan bolsunmu həmməli his qıldı. Şunlaşqa hər yıl qaraganda bu yılqı qatnaşqıçılarning sani intayin köp. Meyli etiliş murasimi bolsun, bu hazır davamlaşıb atqan bu fikir oturuq qo'yish, məsələni qandaq bir tərəf qilish to'g'risida o'zaro hamkorlash to'g'risida olsun. Intayin aktiv, onun ustiga qatnaşqanlarninki sani olsun yoki sübət jihatdan intayin yuqoriroq qatnaşqanlar. Baya siz mi dediniz, dünyanın ki 18 farklı devletlerden geldi. Şu devlette, şu bizdeki halkımızdaki avazını yetkizip atkan mühim adamlar var. Şunlaşqa ben şahsen intayin hoş oldum. İnşallah bu qatımqı uçuruşuş yaxşı işlərə vesile ola. Vətənimizin içində nəfəs alanmağa atqan, avazını çıxarama atqan xalqımızdaki azraq olsun yarısıga vesile olub qilishini ümid qilaman. İşini men har qanday bir zulmninki axir bo'ldi. Biz o'zimizniki
astoydilligini, samimiyligini o'tirib qo'ysak, cho'qim Alloh yordam qiladi deb o'ylayman. Çok rahmat inşallah. Doktor Hamid temamıza kirsek, hayatımızın bütün etrafını qoruşğan bir texnik devrede, teknoloji bir devrede yaşayatımız. Qolaylaştırış bilen programdan kirişi diginimizdek, nurgulluğan sözlep tüketkisiz qolaylıqlarını ep gelişilen birge, elbette bunun ziyanlık derecesi mi nurgulluğan sahalede, tibbi sahada köpligen tilge elinip kilovatıdan. Bugün emmimiz bilimiz meyli fakat bizge xas mesele emas. Türkiye'de mi körümüz xalqdan kim apsuğa çıksanız bu nägili qarsanız insanlar beşini bunundan kötüremeydi. Çoğun yığılışlarda sorularda bolsunmu bu telefon näs digen bu näsem insanны ijtimai hayatdan yiraklaştırıp tamamen özüge meptun qılıp eliş derecesiga bağlan, şununğa çöküp gitdigan bir nim var. Bunu siz nayet yaxşı derecede bu sahada tadqiqat qılıp hem mektepler ders verip qılayotgan eken. Xalqımızga şunun bir paydasını qanday to'g'ri işletish kerakligini maslahatini berishdan burun bunun ziyni qanchalik ziyni var bizning hayotimizga bu yer to'xtalsak, paydasını o işletyapmiz zaten hamda. Bir şeyden bir kirsek. Buldu. Biz bu yer faqatlam ziyin to'g'risida to'xtalamiz. Paydasını demisek məmmədən bililik. Şonlaşqa vaqt meselesiyle paydası to'g'risida to'xtalmaymiz. Ben asasen şu sağlamlık doğrusundaki zihni doğrusunda bekrek to'xtalmayman. Hakikaten dünyadaki hazır en çok mühim meselelerin birisi olub qaldı. Texnikige xumar oluş deb ataydı hazır. Bunda dese xumar oluş diyen çağlam adamın kalısı tunculab keldigini zəhərlik maddığa, zəhərlik buyumlarga xumar olub qılıb kelib oylaydı. Başqa narsa xumar bolmaydı deb çıqadı maşına bililik. Xumar olub qapdı dese heroin xumar olub qapdı, opiyonga, kokainga, yoki araq tamaqılam deb bilimiz. Başqa xumar olgan narsani asasen uqmaymiz biz. Hem de hazırki yeni çünkü bu pen texniki bo'lapmış 2009-2010'daki 5 tiz taraqqiy qildi. Bo'lapmış şu akıllı telefon. Onun burun telefon batı ama nurgun çeklemeler var. Çıkışını qilib olmaydı. Hazır siz kompüterdə qila alaydigan hamma ishni asosan akıllı telefonda qila alaysiz. Bunda olgan ekan tabii nurgulgan qolaylık epkəgin bilen siz bilip bilmey bunu bağlamlıq bo'lib qaldık. Hamma elendigidek o'xshash mesele hazır. Şonlaşqa dünya sağlık organı şu texnika yoki pentexi münasibetlik asboblarga yoki uskunlarga xumar qilish munosabat 11 xil kasallikni resmiy tizimga kirgizdi. Yani bu nima degan gap desa, bu intayin ciddi bir xalq sağlamlık yoki ommaviy sağlamlık meselesiga aylanganlikning ifodasi. Buni ilmiy jihatdan tushundirmasak-mi, kunlik hayotimizda his qila olamiz. Atrofingizga qarasangiz, uyingizdan belki talaq chiqing, hamma odamning qo'lida hozir telefon tushmaylik. Yo'lda ketayotgan odamni o'ynab meng'iliq hozir. Uyda mehmon kelsin kelmasin, hatto mehmonlar bo'lgan avval asli mehmonlar bilan sahibxon paranglashgan degan bir mezgilda ekan, qo'lga telefon olish boshlaydi. Ham paranglish, ham telefon o'ynaydi. Yani bu nima degan chog'da bizningki bu aqlli telefonga qanchalik xumavorligimizning ifodasi. Hamda xuma bo'lish degan nima deb qilish mumkin insonlar. Xuma bo'lish deganimizda ma'lum bir moddaga xuma bo'lib qolsiz yoki ma'lum bir harakatga xuma bo'lib qolsiz. Yani ma'lum modda yoki harakatga ehtiyojingiz bo'lmagan ahvol ostida siz o'zingiz zaruriyat his qilib to'xtamay normaldan ortiq ishiltish, xumavlash deb hisoblanadi. Mesela kokain yoki opiyon yoki heroin bu hamma dunyoda o'rtaq zəhərlik modda deb tizimga ilig'liq. Ammo buni ehtiyoji bormi insonlarning bor. Doktorxona ishiltimiz. Mesela intayin ağır kasalliklarga bo'lamish og'riq darajasi yuqori bo'lganlarga faqat bo'lmagan chog'da biz bu shu zəhərlik moddani berish orqali ularningki og'ritishninki pasaytidi. Mesela Afg'onistonda bilsizlar, bu nishiniki markazi. Nishi hozir nurg'un davlatlarda cheklaylik, ammo uniki doğruda ishiltish qiymati yuqori, ham ishiltidi. Ama Afg'onistonda qanday qildi desa, Afg'onistonda shuna ro'y besimga uchraganlar shu nishni yer ekan.
Aldın qatim bir hüccetlik film görüp kaldım. Bunun da Afganistan 5, 6, 7, 8 bab boğan ayalla balısını başqarıp olanmay hemisi aşı nişini berip koydu. Nişini bergenken oңай uxlayken o balla. Endi buna ihtiyacımız aslında ihtiyaç. Lekin bunu biz bilip bilmey ihtiyacımız yok vaqtida kontrolni teşhir çıkarıp işletsek o xumalaşıp apırdı. Mesela şu Afganistan'daki mesele davamlıq biri verse o balı çoğunluğunun xuma olduğunga arayamaydı. Mesela xroymi şu. Xroyni esli doktor xalladı naiti doktorun kontrol astıda belli miqdarda berdi. Hem nait qısqa vaqt berdi. Aşının oxşaş. Morfin. Mesela morfin en jiq qo'llandı doktorxonada. Mesela rak kasalliklarga bu bemorlarning og'rishini pek yuqori ketib qolsa morfinni ya tablet va ya suyuqlik olti va buni aşı doktorxona o'z belgilab berdi. Manda vaqtda manda ichsan deb. Undan to'xtatdi. To'xtatmasa onu xumavlash yapırdı. Bu bizden ihtiyaç. Ama siz ihtiyaç bulmagan ahvallasını davamlı işletiyorsanız o vaqtda sizga menga derhal signal buldu. Nima uchun deseniz onu huzur alsiz. Ama huzur eləvergen bilen o sizni ahırda kadın çıkırdı. Akıllı telefonun ameliyatda o zehirlik maddenin hiç qanday bir farkı yok. Şunu hazır xumavlashning türünü ikiye ayırdı dedim bayağı. Biri maddi xumavlash, ikincisi hareket xumavlash deb. Mesela maddenimizde mi şuna heroin, kokain, tamaka, harak, çay, kahve degan o'xshashlar hammasi bo'ldi. Darisi o'xshashmaydi. Tamak. Hamda hareket degan nima degan chaqda bu hareket degan chaqda mesela akıllı telefon oynash, hani kompüter oyun oynash yoki ba'zilarda ayollarda bekrak chiq dunyoda hozir bir narsa etilish xumavlash. Bu resmi kasallik qatorida hozir. Mesela ba'zi ayollar to'xtamaydi. Bazar çıkan çok bir narsa turamaydı galiba. Bu madır kasallikning bir turi kirdi. Ondan keyin erlardagi eng cho'ng masalalarniki biri hozir tabii ki dünyada bu to'g'risida tadqiqot bek az. Jinsiy munosabat xumavlab qilish. Erlardan va ayollardan bor. Ama bu bek nazik mesele bo'lganligi uchun nurg'adam demaylik. Ama Amerikada hozir bir qancha davolanish nuqtasi bor. Bu mu intayin ciddi mesele. Ama bu mesele bo'lgan bilan boshqalar demaydigan mesele. Shunga o'xshash turlar bek chiq hozir. Ama bu akıllı telefon hozir biz Uyg'ur jamoatida emas, butkul dunyodagi o'rtaq bir bosh og'riq. Hozir nurg'un davlatlarniki sayya nazorati bu to'g'risida ayrim bo'lim ochdi. Masalan, Turkiyaniki mo sayya nazorati ayrim bir bo'lim bor. Shu elektronlik narsaga xumavib qilish va uning bilan mücadele deydigan. Ondaki Yeşilay deb bir organ bor. Türkiye'nin. Uluma məxsus bu to'g'risida bir bo'lim etchiqliq. Bu nimadan direkt bir degan chaqda bu davlatdagi intayin ig'ir bir masalaga aylanganligini, agar buni kontrol qilmasa, nurg'unlagan sog'lomlik masalani keltirib chiqqanligini, chunki ba'zi davlatlar tadqiqot chiqadi va dokladini sundi. Türkiye qildimi qildi, ama kichikdalik tadqiqot qildiq. Shunlashqa biz hozir shu Yevropadagi 2-3 o'lkalar birlashib bir tadqiqotni boshlamoqchi Turkiyada. İşlaylarla birleşip to'liqsiz va to'liq o'tirgan maktabga bolalar to'g'risida bir tadqiqot olib bormoqchi. Netis qanday chiqdi? Chunki bir xil g'uva hozir hammadan bildi masala ig'irdi. Undan keyin yaqinda bu yil Turkiya va 13 Yevropadagi o'lka davlatlar 14 davlat tadqiqot olib bordi. Buningda Turkiya birinchi o'rin chiqdi. Telefonni ishlatish soni bilan telefonni etish va itish soni qarab turib. Masalan, Turkiyaning o'rtalama har kuni telefonni o'ynaydigan vaqtda 78 qatim ekan. Bu bizning ko'rdig'imiz. Ama bizningki o'zimizning ishdagi jamoat qanday desangiz, mening uchun qilishmaydi. Chunki bir qarasangiz oilada bo'lsin, kichik bolalardan cho'nglargacha hammasi o'ynaqliq o telefonni. Maktab o'quvchilariga qarasangiz, ularmi o'ynaqliq. Endi bu bir ig'ir masala. Bu masalani agar vaqtida kontrol qilmasangiz, agar siz xuma bo'lib qolsangiz, xuma bo'lganini o'zingiz bilmagan aslida onu ishlatish ehtiyojini tug'ildi. Mesela xroinchi yig'ilganlarmi amaliyotda xumar chiqqandek kelam pushmon qiladi. Shunaqo, nimishqa shuni qilmasam bo'pti ekan. Ammo u xuma ketgandan keyin tekrar yana qo'zg'aydi. U o'zining istakma undaq emas. Ammo u xuma bo'lib bo'lgandan keyin sizning vujudingiz onu xohlaydi. Akıllı telefon o'xshash. Buni ifoda qanday desangiz, masalan, telefon nima uchun ishlatamiz biz odatda? Aloqa qilish uchun asosligi. Hozirgi akıllı telefon tabiiy xabar o'qish bor, nurg'un narsalar bor. Ammo o'zaro paranglashayotgan ikki do'st bo'lib qolsa,
bunda samimiy paranglashayapmiz. Telefon uchirib kelmagan ahvollasimi telefon qaraydi. Bu xumoqlikning ifodasi. Amaliyat san birisi uchirib yo'llamadi. Ham sen yolg'izmi emas, qarshing bir odam bor, paranglashayapsan. Mushunda ahvol ostidami qaranglik. Bu bir ifodasi. Ikkinchisi, kichik bolalardagi oiladagi hozir masala. 2-3 yoshlik hatto. Bala qarasangiz uyga mayli mehmon ya sizga bo'lib kelsin, qo'lidan telefon tushmaydi. Ham ota-onasi uningga yig'lamasin, beshimizni artmasin, parangimizni buzmasin deb beraylik. Endi bu ma'na nisbatan balangizga zarar berganda hech qanday farq yo'q besh. Buning ziyni so'zlab kelsak intayin keng. Masalan, birinchi ziyni ko'z intayin ziyni bor. Buni hamma his qila oladi. Masalan, uzun mezgil o'ynasangiz chunki o ekran, rangli ekran bo'lganligi uchun nur sizga ta'sir qildi, ko'zingiz taldigan, hatto ko'zingiz qisirdigan ahvollar yuz berdi. Bu bir. Ikkinchisi undan keyin umurtqa va bo'yin va umurtqa munosabatli ba'zi kasallik paydo bo'lish muhim omillarning bir aqlli telefon. Chunki siz normal tug'an vaqtingizda bir odamdanki 5ning, yetishgan odamniki 5ning eg'irligi 4,5 kg, 5 kg. Bunda bo'lgan vaqtida sizniki 5ingizniki umurtqa turkiga, umurtqasiga tushgan eg'irligi odatda 6 kg atrofida besim. Lekin sizniki egilish darajasi qarab turib, bu yerdagi bo'yin tushirilgan eg'irlik eshib bordi. Ko'pincha biz 45 gradus yoki 60 gradus atrofida tutmasa olmaydi. Hamma bunda o'ynaymiz. Hatto ba'zilari egilib mushunda 90 gradusga ketadi. Agar sizning egilishingiz qancha yuqori bo'lsa, miya tushirgan besim shuncha ortadi. Masalan, men o'tgan hisoblasam, ko'pincha odamning 30 kg tushadi ekan eg'irligi. Ammo 30 kg masalan bo'yningizni atib qo'ysa, masalan, o'g'lingiz olib qolsa, 10 kg bir bola olib qolsa, bo'yningizni atib qo'ysa, chiqib berib qolsa 1 kilometr maqsad ma bo'yningizni silib tushirib o'tasiz. Yoki bo'lmasa, 2-3 qavat chiqish yasirab ketasiz. Ammo miyaga siz his qilmalik, nima uchun his qilmalik? Chunki siz anada o'zirayliqlik. Birda ham degangiz, "Vijib bo'ynim og'rib ketibdi" deb tutib qo'ydi haqiqatan. Vijib bo'ynim og'rib ketibdi deydi. Nima uchun og'riganda his qilmalik, yana. Endi yana bizdan tuzilib yana o'ynaydi. Agar siz o'zingizniki organlarni asirmasangiz, organning sizni asirmaydi, taq sizga avarchilik keltiradi. Siz bilasizmi shayga endi og'ribatqanda, demak sen to'xta, demak belgi berib atadi sana. Uni his qilmasa qanday bo'ldi degancha, oxiri bizga endi bo'yin og'riq paydo qildi. Masalan, bizning shahanga beraylik, kompyuterdan chiqib ishlama, peshin ko'ttamay. 2-3 qadim operatsiya kirdi, o'ng'ishalmadi masala. Bu operatsiyaning unumida 5 yuqori emas. Demak, qanday operatsiya qilgandan keyin siz yana normal holatga kelishingiz kerak. Yana operatsiya degan o'xshash mashg'ul qilsangiz, yana o'xshash kasallik paydo bo'ldi. Undan keyin u davomli bo'lib qolsa, endi bu umr turib bel qilib, mana bel og'rig'ining paydo bo'lgan sabab. Chunki o'tag'alimda o'tirgan gap. Shunga bu ikkinchi xil. Uchinchisi endi mayadagi barmoqdagi so'ngaklarga ta'sir ko'rsatadi. Siz telefonni tutsanmanda tutasiz. Shunaqa to'xtamaymanda o'ynaymiz, bir barmoqni bosamiz. Ko'pincha. Ya ba'zan 2 barmoqni bosadi. Ammo buning roli to'xtamaymanda qilish emas. Buniki elastiklik va bir ishni elish uchun olamiz, qisqa vaqtda qo'yib o'tamiz. Masalan, bir xil narsani tutaversangiz, barmoq taldi. Chunki buning funksiyasi doim tutib turish emas. Shunga qildig'ashini qilib qo'yib o'tishingiz kerak, ma'mur demelish kerak. Ammo biz soatlab qilaversangiz, miya og'riydi. Og'randan keyin qo'l tutish usulimi bunday bo'ldi, miyadagi bo'ljinga ishlim og'rib paydo qildi. Birga ingsiz, birga ma og'riqliq, ondan keyin bosh og'riq paydo bo'ldi. Nurg'aydan beshim og'rib ketdi. Aslida bosh og'riq qanday paydo bo'ldi desangiz, qon tomirlarniki kengirishi yoki tayishi. Undan keyin ba'zi nervlarniki siqishtirilishi. Qisqa vaqtda ondan keyin sizmingizga uchraydi. O'tadi. Rahatsız bo'lgandan keyin endi bosh og'riq boshlaydi. U bosh og'riq balki shunda ingshayverib miyadagi og'riqning sababini bilish mumkin. Uni ham his qila olasiz, ham menga uchur yo'llaydi. Endi miyadagi qo'ldagi bo'ljinga ishlarniki og'rish desa, siz uni bek his qila olmaysiz darhol. U menga uchur yo'llaydi. Men taldim deydi. Undan keyin beshingiz og'rish boshlaydi. Yoki barmoqlarim his qilasiz, his qila olmaysiz. Birdan o'ynab bo'lgan his qilasiz. Ammo siz o'ynayotgan zaten bu erib bo'lgan, talgan. U uchur yo'llaydi menga. Men adim deb. Uni bosh og'riq boshlaydi. Shunlashqimish telefonchi qo'ynigan odamlarning ko'pinchasida bosh og'riq kesilbekchi, uni his qilolmaylar. Undan keyin boshqa narsa deganda radiatsiya masalasi bor. Tabiiy radiatsiya ikki xil bo'ldi, ionliq, ionsiz deb. Ionliq deganimiz radiatsiya intan kuchli bo'lgan asboblar. Masalan, doktorxonadagi X-ray deymiz, rentgen deymiz, MR deymiz. Bularning 5 yuqori.
Ama telefonlarniki, kompüterlarning, televizorlarning biraz az oldu. Ama tön bo'lgan bilan buning yana ta'siri bor. Shunlashqami shu uyda hozir hammalarning simsiz tor bor. Simsiz tor taqdigan bosh va uyda. U boshni hamma elman xatolashmasam biz shunda itib etmaymiz. Her daim uçuk. Akşamdım uçuk. O nem degan gap, o to'xtma dolqin taqtida. O torni qabul qilish uchun dolqin taqtish kerak o. Bu taqtilgan dolqin bevosita insonning mingisiga ziyon qiladi. Ming'ninki taraqqiyotining ta'sir ko'rsatsa, bo'lapmi kichik bolalarning. Chunki kichik bolalarning ming taraqqiy qilayotgan bosqichi bo'lganligi uchun bekra kichik bolalar ta'sir ko'rsataylik. Masalan, o'sha aqliy qobiliyatniki tiz yoki normal o'sib ketishiga to'sqinliklardan birisi shu radiatsiya. Ikkinchisi ondakin o'sha cho'nglarda yana bir eng cho'ng nachar odat telefonni yostiq ostiga qo'yib yotadigan. Ham itib etmay telefonni uch holatda yostiq ostiga qo'yib yana qo'yib qo'ydi ya bo'lmasa. Yoki bo'lmasa shu karavotdan yana qo'li yekidek ya qo'yib qo'ydi. Bu vaqtda qarasangiz o simsiz to'r taqdigan mashina uchuq, undagi telefoningiz uchuq. O zaman zaten o to'xtamay o radiatsiya paydo bo'ladi. Uyqum bir rahat olmagan. Uyquning buzilishga ta'sir ko'rsatgan narsaning birisi shu. İkincisinden endi başarıqım paydo qildi. Uchinchisidan undiki allaniki sperm ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatdi. Spermniki to'lab ketish yoki spermniki supatsiz bo'lib qolishi ta'sir ko'rsatgan omillarning biri shu deb bu to'g'risida tadqiqot qilindi va e'lon qilindi. Undan keyin shu telefon olgancha diqqat qilgan masala bor. Barliq telefonning ostiga yoki sirtqiy yezig'liq radiatsiya qancha debchi. Radiatsiya to'g'ri bo'lish kerak, amal bor. Amal va aynan telefonni olish kerak. Agar radiatsiya bek kuchli bo'lib qolsa, o hammadamga ta'sir ko'rsatadi. Uningdan keyin bevosita azan telefon deb olasiz, lekin siz keltirib chiqargan sog'liq masalalarni hech his qilmaysiz. Ham unini ko'rmaysiz. Boshqa masalaga bog'lab qo'ysiz. Qarab qarsangiz, ashimi asli bir sabab. Uningdan boshqa kishilik munosabatdagi eng cho'ng ta'siri shu. Bir yerga do'stlar bilan paranglish uchun boramiz. Pek diqqat qilsam, shu choyxonalarda, qahvaxonalarda bu intayin ig'ir. 4-5 balla, o'quvchi balla bek ig'ir bo'ladi bu. Cho'nglarga o'xshash. Oldi qahva choyni qo'yib qo'yib, hammamiz telefon o'ynaylik. Qahva choyxonaga berishga maqsad ustidan turib, biroz suhbatlashish, dardlashish. Ammo uyga berish lekin haqiqatan men telefon o'ynashim bo'lib qolsa, xalqayada o'ynasam bo'laverdi. Uyga kelishning hojati yo'q. Bu bir masala. Undan keyin o'yladim ashunda. Masalan, maktabni kayga vaqtda bolaning birinchi bo'lib da'vo qilgan men telefon o'ynayman degilik. Telefon o'ynagancha qanday qilib yataq uyda o'ynaydi yoki atangiz yo'q yerda o'ynaydi. Unda bo'lgandan keyin bu kontroldan chiqiliq. Uni nim ko'ryapsiz, uqmaysiz. Ba'zi atalar bilishi mumkin, uni bari programma o'rnatib qo'ysam qilgan kontrol qilib bo'ldigan. Ham nurg'a atan uqmaydi. Qilsangiz men topshiriq ishlaydim, uning bir narsa aqtirib o'tma deydi. Rasoq shu deysiz. Amala balkim intayin zararliq narsani ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Chekdan chiqqan. Ba'zi ularning idisini o'zgartirgan bir narsani ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Siz uqmaymiz. Bu intayin zararliq ziyanliq nuqtasidagi biri bu. Undan keyin cho'nglarga o'xshash masala bor. Masalan, bir yerga borsan, kason o'zaro paranglashayotgan ahvol ostida ham sizlar paranglish ham telefon qarab, telefon o'ynaydi. Amaliyot telefon undaq ehtiyojingiz bormi? Yo'q. Siz jiddiy huquqsiz ishlaymaysiz. Bir keslan bor, kasal o'zatdan siz telefon qiladi. Bu ehtiyojin ortiqcha. Agar bir sizga telefon qilsa, bek jiddiy sho'z telefon qildi. Yoki WhatsAppga, yoki adaki uchur yo'llasa, demak, vaqtni o'g'anni ko'rib qaytdi degan ma'nosi bor. Shundaqmi? Agar jiddiy sho'z telefon qilish kerak uni. Buningmi qanday qildi? Telefon tirin qilib qo'yish darhol oldi. Bu muhimlashning ifodasi. Amaliyasan paran qilyapsan qarshi tarafga dem bilan. Ham hurmatsizlik bo'ldi qarshi tarafga. Hem sizlarga gap qilib telefon o'ynaydi. Bu qarshi tarafga qilingan eng cho'ng hurmatsizlik amaliyoti. Bizniki urf-odatimizga, axloqimiz zid narsa. Indan odamiylik narsa. Ashuna deyg'anlik insonlikdan pek so'zlaydi. Qarasangiz faylasufdek, olimdek sizni o'tag'izib qo'ydi. Ammo qilayotgan ish andaq, adabsizlik. Mendaqchi aytganda, buni tashishimiz kerak hammalarning. Bu diqqat qilishimiz kerak. Undan keyin bu odamlar bo'lib yosh bolalar qanday desin, bu undagi asosan ijtimoiy aloqaning qubidi bo'ldi. Boshqalar paranglashni xohlamaydigan, uy mehmon kelsin o'tirishni xohlamaydi. Birdan salomlashib qarsangiz yo'q u bolalar. Telefon o'ynaylik. Ya siz paranglashib, bulunda o'tirib yana telefon o'ynaydi. Atangiz may demaydi.
Ondan keyin sirtga chiqqan chaqdimi boshqalar aloqa qilmaydi. Yana qarasang yana shu telefon bor. Unda bola cho'ng'il qanday bo'ldi desa, boshqalar bilan kelishmaydigan, tushunishmaydigan, bir o'tirib 5-10 minut paranglashamaydigan, tamoman bir mashinadan aylandi. Bu intayin ziyonliq. Chunki biz bir inson bo'lgandan keyin yolg'iz yashamaysiz. Jamiyatning ichida bo'lgandan keyin jamiyatga aloqa va atrofingizda o'qiysiz, ishlaysiz, hammasi insoniy munosabatlardan o'tadigan narsa. Agar siz buni kirsanmisangiz, siz o vaqtida kelgusida nurg'unlagan ro'y besim kirishingiz aniqlan. U o'zining ko'maydi, boshqalar meni yekla deb o'yladi asta-asta. Boshqalar yeklamaydi. Sening o'zining xarakteri sababidan u jamoatning ichiga kirmaganligini yering bor. Bu eng cho'ng ziyni bolalarga. Shuningdek, ota-onalar bek diqqat qilish kerak. Undan keyin kichik bolalarga qat'iy emas kerak telefonni. Endi hozirgi o'lchamda kichik bolalarga 9 yoki 10 yoshdan oshib bolalarga mumkin qadar shu yarim soat yetadi deydi kunda. Normalda yani yosh masalasida qancha yoshdan boshlab berish kerak? Sizning deganingizdek haqiqatan bir ig'ramda hozir bolalar yig'lasimi, shuning yig'isini besish uchun bo'lsa-mi, ota-onalar telefonni berib biroz bir beshim shunda saq tursin deb berib o'tgan gap. Bolalarmi ota-onasidan ustamdi. Kichik bolalar taqa bilmaydigan nurg'unyalarga kirayotgan. Yosh yani eng tuvan yosh cheklamasi qanchadan boshlab berish kerak. Hatto boshlang'ich maktabda hozir universitetga Turkiyadami nurg'un topshiriqlarni internet orqali beradigan. Shuni topman deb bu bahona bilan kelib, shunday uni qilib boshqa ishlarga o'tkazgan. Buni qanday kontrol qilish kerak? Mush masalalar bor. Endi yeshi qarab turib, uningki ishlatish soatini tavsiya qildi. Kichik bolalar mumkin qadar vaqt boshlash. Agar bek ishlatish to'g'ri kelsa, 4-5 yoshdan keyin basak bo'ldi degan olimlar bek chiq. Bular 5 yoshdan keyin. Am bergan vaqtimi, amma yarim soatdan keyin oshmaslik kerak ishlatish vaqti. Am ishlatgan vaqtimi, diqqat qilgan narsalar bek chiq. Birinchidan YouTube ko'rib ko'pincha bolalar. YouTube'da ba'zan kichik bolalarning o'sib yetilishiga ziyonli nurg'un karton filmlar bor. Ba'zilari ideyani singdirdi, diniy ideyani singdirgan karton film bor, siz uqmay qolsiz. Ba'zilari urf-odatni singdirgan karton film bor. Onu ata-onalar uqmali, balam qo'chaq ko'radi deb qo'yib birdim. Uningdagi yamanishni o'tilganlar bor. Ba'zan karton filmlar odamni aqlanmaydi. Hozir buni qarshi dunyoda to'lqin bor. Bunda videoni cheklash kerak deb. Masalan, uyning ichida bitkul narsa buzadi. 2-3 bola var, bir dağlık bir aynı aile işlep çıkardılar. Perdini üzüdü, tuxumni çaqıdı, hamma yak atıdı, buzudu. Su çaçıdı, atansı yok vaqtida o'ynagan yerga. O kichik bolalar onundan huzur algan narsalar. Hech bo'lmasa o'ydi kichik bola qanday qilsa, bizim kichik vaqtimiz yotqanni buzib, yostiqni buzib o'ynashga amroq. Endi bolalar onu o'yinib, asta-asta tamni bo'yaydigan har xil narsalar. Ashta-shunda uytigilik. Yani bu bolalar tamamen nacharan uyutadigan narsalar. Shunlashqa onu ko'rgan vaqtimizda diqqat qilishimiz nim ko'rayotganmi bola? Ancha-muncha kontrol qilishimiz kerak. Agar shu bolalar bir narsa topshiriq ishlasimi, yoki bir narsa qilgan vaqtimi, uni oilachi bir kultur shakari ekilish kerak. Masalan, bolangiz topshiriq ishlayapti, siz kitob o'qing. Siz qo'chqa shu kinoni ko'rmang. Turkiyada kinoning oxiri chiqmaydi. Har kanal kunni yangi kinolar bor. Urug'lig'anishni ko'raylik. Siz onu ko'rmang, bolangiz topshiriq ishlar degan vaqtda siz ishlang. Kitob o'qing endi. Demak, o'niga bir madad bo'ldi. Demak, menlam emas, boshqalar o'qiydi ekan deb. Bu oilacha bu kulturni yoki madaniyat saviyasini yo'qotishiga bir sabab bo'ldi. Ikkinchisi, undan keyin bu kompyuter o'ynatamda o'ynadim o'yin bor. Aqlli telefonda. Bu bexatarlik. O'niki batta ba'zi shu o'yinlarniki o'lim girdab apirganlar bor. Bilasiz, nurg'uli o'zini o'ttirib olgan o'yinni yangamay. Mushunda o'yin o'ynatamda. O'yinning hammasi yalliqmi unda emas, payliq intayin. Ammo hozir payliq degan holatmi shu payliqmi sizni xumo qilib qo'yalik. U balani nima ish qildi desa, o'tdan chiqib aql ashnot qilalik. Maktabga bas kas ashnot qilalik. Fursatli bo'lsa uni o'ynaydi. Hozir u internet to'rilishib ketdi. Siz ko'mga odamlar o'ynaysiz deganda. Hech ko'rib baxmagan. Unda o'rnikin bu qanday bo'ldi desa, sizning tamoman vaqtingizni o'g'irlaydi. O'g'inish qilmaydi u balla. Ondan ballarning nedisi o'nchib qolgan. Ballar ota-onalar uni kontrol qilmay, endi ballarning sinni nemlab natijani tushirlik. Qaqshaydi. Shunlash oilada eng muhimi ballar dilishdan burun o'zimiz boshlashimiz kerak. Masalan, men ballarımı bermayman. Haddidan ziyoda shu masalan ba'zi me'morlar kelib qoldi yo boshqa berib qolamiz. Hamma ballarniki qo'li telefon. Qata o'tirib o'ynaylik o ballar. Shular o ballar o'ynag'isi keldi. Shunlash men buni ham yuqumli kasallik deyman. Başqalarını yo'qotgan kasallik.
ta'sir ko'rsatdi. O'ynagandan keyin uni o'ynag'isi keldi. Men amal var şu pek yakın boz deymi. Ballan telefonunu ele alan ballardan dem. Lekin ba'zi me'morlar xafalanlik onunga. Açıqlaqlıq. Biz oynasak, balımız oynasa bunun nemi deydi işçide. Özü bərməyə telefonu deb. Hem de hem saat oynamasa o balım oynamaydı. Esi ballar özüra oynaş gerek. Bir-birini düşündü. Mesela kichik vaqtimizda aqlli telefon yo'q, hammali mayli o'ynaydik. Shundan o'ch o'yinlar bor. Hozir hech qaysi yo'q. Sirtda chiqmaqliq. Ama hech bo'lmadi balla bir yakasini balla o'zaro o'ynasin, fiziklik o'ynasin. Telefonni tortib olni. Buni qilmaylik. Undan keyin u balla nima deydi desa, sen o'ynaysan-ku deydi. Atansı. Demizim to'g'rimi to'g'ri. Endi atansi har xil bana qilmay xabar qilyapman, uni qilyapman, buni qilyapman. To'g'ri bo'lishi mumkin. To'g'ri bo'lishi mumkin, lekin u balaga tushuntirib bo'lmaydi. Shunglashqa agar ashunda jiddiy telefon ko'rishish yo'q, bir narsa demaydi balam zaten. Şuna ballar ulgulash uchun o'zimizni boshlashimiz kerak. Mümkünse mesela ciddi nasl bo'lmay qolib qolsa, ballar uxlab bo'lgandan keyin, ballarni burun uxlash ko'ndisin, ko'nadi ballar. Undan keyin bir yarim soat vaqt chiqarsin, kaga uchun hamma javob qaytib bo'ldi. Hozir endi keyin bu xumavlash qanday qilsak, kishilik munosabat buzib qo'yayotgan omillar bor. Masalan, men siz uchur qilman, siz darhol javob qaytarsangiz, men xaplaqliq. Men uchur qilsam javob qaytarmadim vaqtida deb. Chunki uni qilsayna qil, men uchur qilsam darhol qaytarish kerak. Unda ish yo'q. Agar qarishlarimiz uchur qilsa, uchur qil deganning ma'nosi men qisqa uchur texa. Biz uchur qilmay zalda hikoya yozmiz zo'yada. Unda ish yo'q, sen intayin qisqa qilib yo'llaysan, qarishlardan vaqt chiqqanda qaytardi. Agar bek muhim ish bo'lib qolsa, telefon qilib xatlatib qo'ysan. Men sen bir narsa yo'ldim, ashuna bir javob qilib bersa, undan keyin qarz bo'ldi. Qarasing unchalik muhim emas, jiddiy emas. Bir odamni doktorxonaga apiradigan ishmi yo'q, yo bir qaror imzo qo'yadigan ishmi yo'q. Ammo sizning ayada qistaydi. Bu telefon savol nimaga uchur javob bermaydigan bo'lmadi deb. Sening unda haqqing yo'q. Agar ashundan niyating bo'lib qolsa, sen telefon qilmaymi ish bo'lib qolsa. Yoki sen boshqalarni undashga zo'rlama. Aynan qilyapsiz qanday bo'ldi desa, qarishtirib uni so'ydi. Aloqalash qo'bidi. Men buni aloqalamishdan bo'g'dek. Bu javob men uchur qilib javob qaytarishim ba'zi vaqtda ishlaydigan vaqtdan so'g'ri keldi. Ba'zi vaqt mesela mimarlar bor. Mimarlarla paranishib haq uchur qilmaysiz. Qoida bo'yicha. Shunlar bir kichik munosabat buzayotgan narsalar bor. Uni oila ichida o'xshash. Ayollar o'tirsin. Masalan, yoki erlari ayollarni qarshiliq, o'ttasi qo'pitma bu telefon o'ynaylik. Qachon qarsam telefon o'ynaydi bu. Boshqa qilmaydi. Ko'pincha ayollar erlardan qarshiladi. Endi ayollar qanday erlardan bu 5'ini ko'tarmay telefon o'ynaydi. Bu hiç chiqmaydi, uy kasqach telefon o'ynaydi. Demak, ikki taraf rahatsız bo'laqliq. Bu bir uy kirgandan keyin bir-birimizni rahatsız qilgan haqqimiz yo'q. Chunki o'rtaq muhit, shunlash hammamiz anglashadigan bir shaklda muhitni shuni moslashtirmasa qolmaydi. Shunga biz balaga deyishdan burun o'zimiz o'rnak olmasa qolmaydi. Ulga onundan keyin balaga desak aqadi. Masalan, namoz qilmagan bir odam qo'pab boshqalar qo'pab sen namoz qil desa, sen qilamsan deydi. Agar shu ixlosman bir odam bo'lib, namozni vaqtida qilsa, deyishning hojati yo'q. Chiroyli qilib namoz o'qamda desa, qarshilab xijil olsin, yo'q demay mangadi. Ashunga o'xshash. Agar siz telefonni vaqtida o'ynamasangiz, balam telefon o'ynamay desa, u gap qilinmaydi. Nimishqa u o'ynamaydi deb biliglik. U kichik balani kichik deb qaramaslik kerak. Undan mush yo'l men ba'zan kichik balalar men taniydigan atans unchalik yaxshi ko'rki, balamning eng kichiki yoki tunji balam yoki bo'lmasa men bek yeshim cho'ng bo'lganda Alloh bergan balam deb haddidan ziyoda amroq. Ammo u haddidan ziyoda amroq balaga zar beriglik u bala. Unsiz tushundim ziyoda amroqlik bilanmi? Haddidan ziyoda amroqlik bilan bo'ladigan ishlar ba'zi. Nemish qilsa u balaning ko'ngli qiyiqsiz kelmaydi. Dada yana telefonimni ber deydi. Yo'q desa balasini yig'laydigan ko'ngli yerim bo'lsa aniqlam. Ba'zi bala ush yo'q. O dadasini anasini to'mini tutib olgan. O'zini aytib qo'yadi yig'lab. Telefon o'ynaymi deb. Unda qanday ekan chidamay yig'ilsam berdi. Ya yalvirdi, 4 qatim o'ynay, 5 minut o'ynay, 10 minut o'ynay deb. Yana chidab berdi. Lekin ashada eslatish kerak bu yerda. Agar ash berayotgan bir narsa, agar eng yaxshi ko'rgan balangiz bo'lsa, yaxshi ko'rmaydigan hammadan balasi yaxshi ko'rdi, darisi o'xshashmaydi. Har qanday bir odam o'zining basida tamak qaraq bermaydi. Shunday biladiğiniz zihni bildi. Shunlash bermaydi. Siz shunga o'xshash deb qaramsiz. Men o'xshash deb qaramayman. Hech qanday farq yo'q. Chunki o'ladan vahshiy. Mesela tamakiniki ba'zan kasalliklarga sabab bo'lgan hammaylar bilamiz. Bir necha xil kasallik bor uninga. Ammo buni keltirib chiqaradigan bir qancha kasallik emas, nurg'un kasallik bor.
Hem ijtimoiy kasalliklar bor buning ichida. Shunglashqa bu uningda meg'ir bo'lishi mumkin. Agar unda ig'ir bo'lmasa, dunyoning hamma yerda unda jiddiy bir shaklda uning markazlashmaydi. Masalan, sayya organlari, dunyo sog'liq organi buni ayrim bo'lim ochmaydi. Nima uchun desa, buningki zihni bilaylik. Bu ziyon bo'ldi nima degan gap desa, oila uchun bir avarchilik, davlat uchun avarchilik. Agar bu xil ish beraversa, qanday bo'ldi davlat kelgisi yukuldi. Bular davolanish uchun doktorxona kelish kerak. Onun uchun davlat ona xizmat berish kerak. Demak, davlatning xizmat berish soati eshib bitadi yoki xizmatdari kanarib bitadi. Buni kontrol qilishing qilig'liq bu ishni. Şuna meningcha, shu telefonni foydali tarafini hamma odam cho'qim biladi, ammo buniga qo'ral qo'yish kerak. Uyning ichida qoida yo'sin. Masalan, uy kirgandan keyin eng oddiysi tomoq vatanmaylarning tomoq yeymiz, yenimizda telefon. Tomoq yeylik turiblar, aniq xabar ko'raylik, yo biznes ko'raylik. Abballarni telefon ichmaymiz, tomoq yemaylik. Yemayman telefon bermisan deb. Shu oldi telefon, tomoq yemaylik. Ba'zi vaqt u manzara qarab adam ko'nglim o'pishadi. Men mesela mush kesibdan shug'ullanayotganlik uchun bek diqqat qilmay. Oila bo'yicha telefonda hammasining. Tomoq sovib ketib qolgan, hech kim diqqat qilmaylik. Atangiz may demayli, chunki o'zim xumo bo'lib qolgan. Ba'zi vaqtda shu Turkiyada qarasangiz, choyxonalarda bek ko'nglim bo'lgan manzara bor. Cho'ng'da tomoq chekadi. Anisi dadasi tomoq chekadi, nevral bilib tomoq chekadi qolib. Bir so'rinda. Bu nima desa, o cho'nglar kichkina demaydi. Ammo zini bilaylik, balam chekmalam deb qo'ydi. Desen nima deb chekkanting deydi. Ulan tashlamliq, nima uchun xuma bo'lib qolgan u? Mush telefon mashina hali kep bo'ldi hozir. Biz uningki farqini emas. Xuddi bu normal bir narsa, bu xuma qilmaydi, bu o'yinsoq nima bo'ldi deylik nurg'aydi. Ammo bu zarlik chekimni qanday xuma qilsizni, bu o'xshash xuma qildi. Buni cho'qim bilish kerak ekanmi odamlar? Qadrli ko'rmalarimiz tuvanda haqiqatan nihoyatda muhim mazmunlarda to'xtaldi doktor. Hayotimizda nurg'unlagan ota-onalar bizdan boshlab ish qilib, diqqat qilmay kelayotgan, sal qarab kelayotgan, amaliyotda bizga faqatlam bir ma'naviy jihatdan yoki vaqtimizdan epkasiga bir narsa o'zimizning Alloh bergan bu salomatlikdan iborat sağlamlığımızga ig'ir darajada ta'sir yetkazadigan, kelgusimiz bo'lgan farzandlarimizning sog'lomligi, ularning yetilib o'sib yetilishiga ig'ir darajada ta'sir yetkazadigan bir muhim mazmunlarni so'zlab o'tdi doktor. Tuvanda biz Amerikadagi ma'lum psixika tadqiqot o'rniniki dunyo miqyosida e'lon qilgan shu texnikaga xuma bo'lib qolish darajasiniki insonniki 15 sualga doktor. Şu 15 sualni har bir televizor ko'rgan ekran oldidagi qarindoshlarimiz bo'lsa quliga qalam qog'oz elib, biz ham ekranga chiqarib qo'yamiz bu savolni. Quliq qog'oz qalam elib, shu so'ralgan savolga ya ha ya yo'q deb javob berib baqsaq, o'zimizdan qaysi darajadagi biz seriq chiroq yuribdimi yoki bizga yoki qizil chiroq yurib allibirini o'tib ketib qolibdimi, farzandlarimizni ham shu formulaga sep turib o'zimizga bir diagnoz qo'yib baqsaq, qaysi darajada ekanligimizni doktor undasa bir başlasak mı? Qanday bir? Buldu bu sınaq suali hesapda tunji qatamda ishiltidi. Şunun qatar diagnoz qo'yib, endi kelgusi boshqa sınaqlarni elib berish mumkin. Lekin tunji sınaqmi shu. Meningki bu demoqchi bo'lganim o'sha faqatlam aqlli telefonga xuma bo'lib qolmaganliklar belgilaydigan yoki diagnoz qo'ygan. Aqlli telefonga xumarmi yoki emasmi? Faqat buning uchun qilinadi. Bunun jami 15 savol var. Eğer her bir savol so'raganda siz faqat yeniga ha yo'q deb yozsangizlar bo'ldi. Unda keyingi sababni buni o'qiyman, o'qib bo'lgandan keyin men natijasi qanday bo'ldi uni deb beraman. Unda bo'lsa birinchi savol, o'zingizning telefonni ko'p ishlatadiganligingizni his qilamsiz? Ko'p ishlatadiganligingizni his qilamsiz? Xo'sh. Ikkinchi savol, telefonni ishlatganda vaqtning qanday o'tishiga diqqat qilamsiz? Telefonni ishlatasiz, lekin vaqtni o'tib ketyapti, o'tmayapti deb diqqat qilamsiz, qilmamsiz demoqchi. Ba'zi insonlar soatlarcha vaqtni qanday o'tib ketganini o'qimaydi. Masalan, ba'zi o'quvchilar sirtiga yoki maktabga 8 minut borman degan bo'lsa, telefon o'ynab ketib, ba'zi vaqtni qanday o'tganligini his qilmaydigan ish bo'ldi.
Şunda vaqtni taqdiq qilamsiz, qilmamsiz demoqchi. Telefon o'ynaganda. 3-savol, telefonni ishlatganda nurg'un vaqtim isrof bo'lib ketdi deb qaramsiz. Nurg'un vaqtim isrof bo'lib ketdi. Men telefon bek chiqib ishlatib etdim, vaqtim isrof bo'lib ketdi deb o'ylamsiz, o'ylamamsiz demoqchi. 4-savol, boshqalar bilan yuz turani paranglish o'rniga ko'p vaqtingizni uchur qilish, elektron xat etish sarf bo'ldi deb qaramsiz. Masalan, men yuz turani paranglish o'rniga hozir jiq vaqtimni boshqalarga uchur yo'llash. Yuz turani ko'rishganimda ma bekrak yaxshi deb jiq vaqtingizni mushning sarf qilamsiz demoqchi. Masalan, bir vaqtda ko'rishib ijtimoiy aloqa o'rniga buni ishlatish. Masalan, burun bilisiz ko'pincha vaqtida bu aqlli telefonlashimiz, bir yerda uchrashib biz paranglashib olamiz. Gapimiz deymiz. Hozir ko'pinchadan WhatsAppdan ya so'z qoldirdi, ya yozdi. Yuz turan paranglashniki hojat yo'q deb qaray qoldim bu. 5-savol, telefon bilan o'tkazayotgan vaqtingizning eshib beryaptimdi. Kundan-kunga telefonga ayirgan vaqtingiz eshib ketyaptimdi. Demakchi. Normalda qancha soatni eshib ketgan bo'ldi? Odatda yesh qarab o'xshashmaydi. Masalan, hozir mumkinsa eng jiq bo'lgan 2 soat deylik. Masalan, cho'nglarni nisbatan 2 soatdan ortiq bo'lmasa kerak deylik. Ammo hozir ba'zan tadqiqotlar natijasida 22 soat ishlatib qoldim bakin. Amerikada. Bu intan qo'rqinchli. Bir kun 24 soat. Demak, hech chiqma to'xtatmay ish qiladi. Ular ko'pincha ham o'yin o'ynaganlar. Undagi 6-savol, telefon bilan azroq vaqt o'tkazsam deb umid qilamsiz. Masalan, pushaman qilasiz-ku o'ynab qolib, jiq vaqtim o'tib ketibdi, azroq vaqt o'tkazsam bo'pti ekan deb. Bu his qilish asosan bir qilishni xohlamasini qipilab pushaman qilish hamdi. Manash baynanda. 7-savol, telefonni o'chirmay yostiqning ostiga qo'yib yoki karvatga yaqin yer qo'yib uxlamsiz. 8-savol, kelgan uchur elektron xat, Twitter, Facebook'larga kunduz va oqshomda har soat qarab javob beramiz. Hatto qilayotgan ishingizga daxl qilsin. Masalan, telefoningizga tek uchur keldi, WhatsAppdan kelsin, qanday kelsin yoki Facebook'dan kelsin. Shaqqat qaramsiz demoqchi. Qilayotgan ishingiz ta'sir ko'rsatmagan, masalan, bir ishlar mashg'ul bo'layapsiz. Ya tamoq yedadi-da. Ayollar, alla yoki nima ish qildingiz, o'ynashayotgan bolalar, o'quvchi bolalar kitob o'qib topshiriq ishlaydi. Uchur kelsa, aniq qo'yib man qilamsiz demoqchi. Bu ta'sir yetkazgan bo'ldi-da. Tabii. 9-savol, mashina haydayotganda yoki boshqa diqqatingizni markazlashtirish talab qilingan vaqt kelgan uchurlarga javob beramiz. Bu bir ig'ir, nurg'un qatnash voqeasi sabab bo'lgan birsi shu. Masalan, mashina haydab turib telefon o'ynash, uchur javob qaytarish. Endi o'ylaydiganim shunday. Masalan, o'quvchi bolalarda men jiq ko'raman. Dars o'tayotgan vaqtimizda ba'zi bolalar uchurga darhol javob qaytardi yoki telefon kelsa hatto elib chiqib ketadigan bolalar bor. Amaliyot bu anlabroq xuma bo'lib qolish. Lekin o'quvchining ishi darsni anglash. Diqqatni uni markazlash kerak. Chunki tanaffus vaqtida javob qaytarsin bo'laverdi. Ammo uni zaruriy deb qaraylik hozir. Ammo ikkisidan qaysi muhim deb bo'lsa, kesilliklik dars muhim deb qaraydi. Ammo o'zi his qilmagan avval aslida avtomatik qo'laya ketaylik. 10-savol, telefonni ishiltish sababidan ish unumingiz yoki o'qish natijangiz tuvallayotganini his qilamsiz. Ish unumingiz genchaqda masalan bir kun siz bir ish qilsiz, am telefonga bo'lgan vaqtingiz bo'lganlik uchun qilg'ashni qilolmaydigan chiqadi. Undagi o'quvchi bolalarning shunda balkim natijangiz tuvallayotgan bo'lishi mumkin. Aynan his qilyapsiz demoqchi. 11-savol, telefonsiz qilishni xohlamsiz. Qisqa vaqt bo'lsinmi? Masalan, ba'zilar deydi-ku, bu telefonni bir qutulgan bo'lsam deb. Amaliyotda o zirkilik o'zi. Ammo o'zininki ixtiyor bo'lmagan ahvolda yana telefon o'ynaylik. Ashuna nadomat qildi-ku. Masalan, aroq ichganlar shu, aroqni ichib, meski ishkenchada mush to'qpoqni qilib ichmayman deydi. Pushmonlik, ammo o yana o'z bog'lab olib bordash keyin. 12-savol, telefoningizni uyda yoki mashinada unutib qolsangiz, mulozimat sirtida yoki buzilib qolsa, ishingiz pushamda rahatsiz bo'lasiz. Meni chiqaramdan ish pushidi. Telefonni ba'zi vaqt uyda unutib qolamiz, ba'zi vaqt buzilib qoladi. Shunday vaqtda jiddiylik bitasiz. Uy qaytib ekilib olgan Allah keldi nurg'ulatda. Telefonimni avalay deb. Ba'zan muhim unutilib qolsangiz hech masala yo'q. Am telefonni qaz darhol qaytarib oldik. Telefonim qolib deb. Telefonni buzib jiddiylik bitadi, o'ngish vaqtcha.
13-chi savol. Tamoq vaqtida telefoningiz ustal ustida turamdi. Tamoq yeysiz, tamoq yeydigan yerda yana turganda bo'lamdi telefoningiz. 14-chi savol. Telefoningiz titrsa yoki uchur qo'ng'iroq sayirsa, darhol Facebook, Twitter, WhatsApp elektron qaramsiz. Uchur tirg'indi keldi. Yil qaray demisiz yoki darhol shuni qo'ling qaramsiz demoqchi. 15-chi savol. Telefon yoki uchur kelmasimi va telefon ishlatish ehtiyojingiz bo'lmay turibmi? Telefonni ko'p kun ichida ko'p qatim ochamsiz. Qarasangiz uchurmi yo'q, telefonmi yo'q. Masalan, bundan parangiz o'tirib normal ishlar. Baka men o'tgan o'quvchilar kamp bo'ldi. O'quvchilar kampda shunda yenimda bir munozara qilyapmiz. Yenim bir o'quvchi bola. Men u kun dars so'zlayman, chunki diqqat qilaylik. Telefonda hech ish yo'q. Uchurimga men elig'ib mana naqib qo'yib yana sap qo'ydi. Mana naqilda WhatsApp qaraydi, uchurib yana sap qo'ydi. 5 qatim qildi 50 minutning ichida. Siz mana shuna qilamsiz demoqchi. Agar mush 15 savolga ha ya yo'q deb javob bergan bo'lsangiz, masalan, olgan nomeringizni qarab turib, Har birisiga qancha nomer beramiz? har birisiga bir nomer beramiz. Shunda 15 savolga ha degan bo'lsangiz bir nomer berasiz, yo'q degan bo'lsangiz 0 qo'yib maqsangiz bo'ldi. Agar sizning olgan nomeringiz 1 va 2 arasida bo'lsa, demak siz normal. Siz aqlli telefonga xumovomingiz degan gap. Agar 3 dan 4 arasida bo'lib qolsa, bu xumovlash yo'liga ketayotganingizning ifodasi. Ya'ni 3 yoki 4 ga ha degan bo'lsak, ha degan bo'lsangiz, demak bu masala boshlanish. Demak bu kasallik siz kagildi degan gap. Agar 5 dan ortiqqa ha deb javob bergan bo'lsangiz, bu nima degan gap desangiz, siz allburun bu aqlli telefonga xumov bo'ldingiz degan gap. Agar 8 dan ortiqqa ha degan bo'lsangiz, bu xili og'ir darajada bo'lganlik, siz mushu psixik maslahatchi bilan ko'rishish orqali buni hal qilish. Agar o'ningda meg'ir bo'lib qolsa, ruhiy kasalliklar doktorxonasiga doktorlar bilan ko'rishish orqali davolanish. Endi bu yerda bir masala bor. Bu aqlli telefonga xumov qilish yoki texnik narsa xumov qilish yangi narsa bo'lganlik uchun olimlar buning to'g'risini hisob chiqmadi. Ammo bosqichida. Shunlash buniki davolaygan unumlik to'g'risida yo'q. Shunlash hozir qilayotgan ko'pinchisi mush psixik maslahat yoki ruhiy kasallik doktorxonaniki mushninga mush xumovlash munosabatlik bir dorilar va shuni bilish orqali kontrol qildi yoki azartdi. Endi bu yerda mening demoqchi bo'lgan narsam, agar sizning irodangiz bo'lsa, masalan, heroin tashlashni o'xshash. Masalan, men vaqtimizda AIDSning oldini olish to'g'risida biz shu zahar tashlash markaziga berib dars berdik. Shu vaqtda bilaman. İradası bo'lsa tashlay oladi uni. İradası bo'lmasa siz yaqincha u yerdan dora yoki ukol orqali davolasizmi, siz keyin chiqqandan keyin uni ko'rsangiz, ya'ni qidiqlab tekrar boshlagan ish bor. Shu har qanday xumo bo'lgan narsaga irada ketadi. Tamak tashlayganmi shu? Tamak tashlash uchun hozir dorisi bor bilasiz. Ammo o'niga iradangiz bo'lmasa, yana tashlanmaysiz. Dorini ishlatmay turib tashlagandim bu. Bu aqlli telefon o'xshash masala. Shunlashqa uyda qural qo'yib, qoida tuzum qo'yib, masalan, uy kirgandan keyin hech kim telefon ishlatmaysa, telefon uzoq tursin, yanında bo'lmasin. Uchirganda barza, masalan, telefon kelsa olsa qaytarsa. Hatto uchirga javob qaytarish vaqtini belgilab olish kerak. Masalan, soat mancha vaqtlar, uchir qaytarsa, qavat qaytuma. Undagi tamoq vaqtida telefon ustidan yana turmasin, dasturxonda bo'lmasin. Uxlaydigan vaqtda hammadan telefonni itib, mehmonxona qo'yib, yotoq kirgizsin. Eng xatarlik shu. Yatak ba'zi vaqt siz uyqunuz kelmaydi. Uyqunuz kelmaydigan zaten bu xuma narsa. Tamoq yeydiganlar shu uyqusi kelmasimish qildi, darhol tamoq yeydi. Bu hozir aqlli telefon ashning o'rnini iliqliq. Uyqusi kelmaydigan hech uyqum kelmaydi deb yana sug'urib elib yostiqdan qarab baqadi. Bu deb. Qarasangiz soat 2-3 bo'lib ketgan. Ko'zingiz qip-qizlayapti. Astasi bu kasallik boshlandi. Uningdan keyin kichik bolam o'xshash. Kichik bola hatto hech qancha bir 10 bir qancha qo'cha ko'rgan bolalar va o teg ba'zi ota-ona maskipda texil o'yin tushirayapsiz-ku. Men hayron qolgan. Bu bekaman guymavo. Nereden topdash o'yinni tushirib, o'ynab, zirkib, yutib qayta tushirdi deb. Buni faxrlik, tamam. O kichik bola aqlini ishlatibdi, tushirishni bilibdi. Bu bir qarsangiz yaxshi ish. Ammo buni to'xtamay endi xumo bo'lib qolishi sizni ya'ni uningni xo'shlash emas, ko'nglingiz yerim bo'lgan yerga sizni xo'sh bo'lishing nayt bir ahmoqlik mandaqcha aytganda. Texmi chinishlik. Xuddi bolam hijib xiroyin xumo bo'lib qopti, tamoq yeb qopti. Mening bolam bek aqlliq, bek yarish tamoq degan bilan hech farqi yo'q ishning.
Bizning insonlar uning qanchalik ziyonligini taqiq his qilmaydi. Shunglashqa oilada cho'qim qoida tuzum bo'lish kerak. Yana bir og'ir masala bor oilada. U birni hojatxona kirganda ikkitan. Masalan bir hojat qilish uchun, cho'ng tarit qilish uchun 1 minut eng og'ir bo'lib qolsa, ba'zi vaqtida ba'zi masala ko'rinib qolib qolsa, 3 minut qacha bir taraf qil bo'ldi. U yerda 10 minut, 15 minut hatto shikni qaqmasdan chiqmaydigan odamlar bor. İşte video izlab tek film o'zlaringiz xiyol suradigan. Masalan, bu bir og'ir. Agar o'tira bersangiz, axtirib baxsingizmi, ba'zan kasalliklar paydo bo'ldi. Masalan, gumroyinlikka paydo bo'lishga sabab bo'ldi. Unkin hozirgi o birning hammasi o'choqliq o birini qo'ltiqda o'tirgan o'tirgan ish. Agar yalqidek pastki hojatxona bo'lsa, zaten puti qanmaylam qo'pash tirishidi. Chataqiri o birning mashinada hozir. Mesela buna dikkat qilish kerak. Mesela o birine kirgancha hech qaysi hojatxonadan telefon olmaysa. Uyda qurallar bu shakl qilmasa, buningdan qutulib olmaydi. Endi oliy maktabda o'qiyotgan bolalar hamning boshqaradigan hech kim yo'q hozir. Mesela yataqda yotadi u. Ular hammasi o'xshash adam zaten. Bengi bilan o'xshash. Bengil bir yakaz qo'shib ketadi, biz bilan tamoq chekishib, nishchiga qolamiz shu taga. Keyf qilamiz deb. U o'xshash keyf u. Hammamiz qarasangiz yataq 4-5 adam o'tirib telefon o'ynaydi. Kecha yotgandan shirib ham o'ynaydi. Yotgandan shirib bu biznes ko'rsangizlar mayli-ku. Boshqa igizib biznes ko'rib qolgan ish chiqadandan. Endi boshqa yerga so'rab olib borasiz sizni. Siz uqmaydigan. Shunlashqa o'quvchi bolam qanday qilish kerak degan chog'da avvasiz as bo'ldi telefonni. Faqat telefon kelsa, sayraydigan, boshqa uchur kelsa, sayrmaydiganlik qilsa, diqqatini tatmaychi. Kutubxonada hammasi yetish kerak. Bu telefon tamoman yetish kerak. Biz uyguna shuni qil, kutubxonada zaten o boshqalarga ta'sir ko'rsatadi. Telefon kelib gör yugurib chiqib, ha deb parangiz ko'rib, yangi qizim o'zim takror qilolmaysa, boshqalarni rais qilsa. Hech bo'lmaganda, masalan, dars vaqtida men shaxsan aynda qilmay, masalan, mening darsim vaqtida telefon o'ynaganimni chiqarib o'tmayman sinfdan. Ham balam bildi, men tunji darslam deyman, telefon o'ynashga ruxsat yo'q. Telefonni ochmaysa, sizlar 1-2 sinfdagi meditsina ballari, sizlar doktorxonada ishlaydigan olimlar yo'q, biz sizni chaqirmaydi. Telefon o'ynashga ruxsat yo'q deb. Bizning bolalar onda demayli nurg'un bolalar, lekin bolalar o'zini bilish kerak. Dars vaqti cho'qim telefonni etib deb darsdan tushgandan keyin echib, bir yarim soat kaga uchirlar qaytirib o'quvchi bolalar keldigan uchirma yo'q, mandaqcha aytganda-chi. Bolalar o'zini qo'ldan. Masalan, kes soat 10da keyin yatdi. Telefon hammasi yataq to'pqaz 5-6 bolalar maslahatlashib itivasi bo'ldi. Telefon hammali itimiz yatla paranglasak bo'ldi, uyqumuz kelmasa deb paranglas bo'ldi, kitib o'qisa bo'ldi. Uni tuzum shakliga ekilish kerak. Onundan keyin boshqa nimba degan chog'da o'quvchi bolalarniki guruhlar bekchiq bo'lib ketdi hozir. U top, bu top deysigan topda bekchiq. Bir ish olsam top quramiz hozir. Keraksiz, ehtiyojim bo'lgan toplarni chiqib ketish kerak. Endi u qarasan bir muncha narsa keldi. Ba'zan topda odamning aqlanmaydigan narsa bor. Bagaj haqlar, nima ish qildi, ish qilgan ekan, biz bir narsa olsang, uni fikr yozib bekamroq bizning odamlar-chi. Endi tuninga deyishyapmiz. Bizning dushmanimiz aniq. Dushmanimizni bir yig'izlab qo'ymaydi. Uni buni tillayotgan kim o'tirib so'zlasa, cho'qim bir tillaydi. Bizning aniq tillash programmasida program qo'yg'idek hali program hozir Facebookda bu WhatsApp'da-chi. Menda 100 bekchi qolib ketdi hozir bizning aramizda. Sen dushmaning kim o? Siz qarab turdi. Xitoy uchun biladi ashlar. Tillayamaqliq. Uyg'urlar tillaylik. Mesela bunu qanday qilsa, bolalar qarab, bu ishni nima chiqadi deb, ishit asongni talishayotgan. Ammo u so'ngga bir ta go'shmi yo'q. Buni menga gapda hech qanday foyda yo'q narsani talishayotgan. Sen bundan nas bolalar uzoq turish kerak. Cho'nglarmi shu? Ehtiyoji bo'lgan topdan tamoman chiqib ketish kerak. Hamda o'zal top qurgan chog'da alayda esqatish kerak. Masalan, o'quvchilar to'pi degan bo'lsa, o'quvchiga munosabatlik narsani yo'llanglar, boshqa narsa yo'llamanglar. Xabar ko'rsanmedem ko'raylik, ko'z bo'ldi. Taqliqliqkan. Mesela ayrim bir WhatsApp grup var. Bunlarda shu bizning vatanga aloqador xabar yo'llayganlar bor. Xabar ko'rsan o'shani ko'r. Shunlashqa munosabatsiz grupni qurmaslik yoki grupdan chiqib ketish. Unda aqlli telefonda kesinlikle o'yinni yutish kerak. Mesela men dars so'zlagandan keyin xo'shab qoldim, bir inimiz kelib dedi, "Ma'lum men qasam qildim. O'ynamaydigan bo'ldim o'yinni. Mening bolalarim o'ynaydi, men tan o'ynaydik" dedi. Şun qarasam rosa haqiqatan chiqib vaqtim ketgan to'q, men qasam qildim, men o'ynamayman, o'yinning hamini yuvib etdim deb. Ashunday irodadan boshlamasak, biz mashina qutlanmaydi. Chunki bizning vaqtimiz boshqalarga qaraganda bek az. Az deganim hamda qildig'ashimiz bekchiq.
o'quvchi bolalarning vazifasi davo uchun ash maktabda eng yaxshi o'qib, Uyg'ur tilga mandaq ekan deb nam chiqarsa ash bir cho'ng to'hfa. Albatta. Hamda xizmat qilayotganlarmi ash qilayotgansa Raurs vayga yetkazib bilsa umi bir to'hfa. Shunlashqa meningki eng oxirgi deydigan tavsiyam o'zimizni zarlamayli. Eng muhimi bu qimmatli ota-onalar o sizning amroq balangizni o'zingiz uchun zarban. Tamam. Köpten köp rahmet. Nayet güzel bir söhbet oldu. Sizin rahmet. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Kadirli körülmelerimiz şuna kılıp Doktor Nametcan bilen nayet güzel bir söhbet edip bardık. İnşallah yeni bir katımlık söhbette farklı mavzularda görüşeceğiz. Cenab-ı Allah tavsiyemiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.